Bu kunlar kechagidek yodimda. Salkam 6 yil oldin hijomaga birinchi bor o'qiyotganimda pulim faqat avtobus va metroda yurishga zo'rg'a yetardi. Lekin shunday bo'lsa ham bu vaqtinchalik ekanligiga ishonardim. Bu tiqilinchda ich-ichimdan niyat qildim. Hali ishlarim zo'r bu, pullarim ko'payib ketadi va men faqat taksida yuraman. Mana 6 yil o'tib, Alloh meni niyatimdan ham ortig'ini berdi va hozir o'z shaxsiy mashinamda yuribman. Bunga men sevimli kasbim orqali erishdim. Siz ham yillaringizni yo'qotmasdan qisqa muddatda meni bir necha yillar davomida yig'gan bilimlarimni eng qaymog'ini hijoma shogirdlik kursimda o'rganishingiz mumkin. Bu kursni bitirib, shaxsiy daromadiga ega, rivojlangan ayol va haqiqiy hijoma mutaxassisiga aylanasiz. Sizni o'z kursimda kutib qolaman.